o'rtoqlar, shunda qilib rosa bir sutka deganda Rostopda Batayskiy degan rayoniga yetib keldik. Kecha Qrim Respublikasi Yaltadan yo'lga chiqqanmiz. Shunda paytlarda Rossiya vaqti bilan 13:51 bo'libdi. Rosa bir sutka deganda mana hozir Batayskiy rayon Rostovskiy oblastga kirib kelyapmiz. Xullas o'rtoqlar, shunda qilib Rostov oblast Batayskiy rayoniga yetib keldik. Mana mana shu yerda Sherg'oziyev zaporojnamiz turadi. Shuni yuklari bor ekan. Shu yuklarni olgani keldik. Mana oshnamizning kvartirasi. Qani yuklari qayerda ekan hozir ko'ramiz. Shuni ustiga bosib ketamiz yuklarini. Nimalar ekan mana yuklari. Xullas yuklaymiz. Xullas o'rtoqlar, do'stimiz Zafar yukini ham joylab bo'ldik. Mana endi O'zbekiston qaydasan deb yo'lga chiqamiz.